Ey xudo, Nima gap? 100 milligram uyqudor quyibman. Qancha quyish kerak? U rohatijon. Keling, uni shunday deb atamaylik. Rostdan o'lamanmi? Ha, avval belgilar paydo bo'ladi. Odam terlaydi, ko'z oldi qorong'ulashadi. Ha, bunday katta dozadan keyin miyangiz 10 daqiqadan keyin Aklaksoni bormi? ha, hozir topaman. Albatta bor. U dori bilan birga sotiladi. Shu yerda bo'lish kerak. U yo'q. Diqqat bilan yashat. Seni aybdor deb topishsa mamlakatdan quvg'in qilishadi. Oilang parokanda bo'ladi. Biz bunga yo'l qo'ya olmaymiz, to'g'rimi? Shuning uchun meni aytganlarimni qilishing kerak. Men uchun, oilang uchun. Nima qilishim kerak? Pastga imkon qadar shovqin solib tush. Baland ovozda hayitlash. Old, men ketyapman. Vaqtni eslatib qo'y. Soat 12 bo'pti-ya. Agar etasang, kuzatuv kamerasiga tushib qolmaslik uchun fil haykaliga yetmasdan buril. Mashinani qo'yib, uygacha piyoda qayt. Itlar seni tanishadi, akillashmaydi. Panjaradan chiqib, yashirin derazadan kirish. Eng qiyini uy ichiga kirganingda boshlanadi. Yotoqxonadagi xalatim bilan qalpoqchamni topib kiyib ol. Old tashqarida chekyapti. U seni hali oyna ortidan ko'radi. Dada, uxlay qolsangiz-chi? Kameralar ketganingni tasdiqlaydi. 20 daqiqadan keyin o'g'lim meni tirikligimni ko'rdi. Natijada sendan hech kim shubhalanmaydi. Aybdor emasligingga daliling bor. Kelgan yo'lingdan qaytib ketasan. Hech kim seni ko'rmasin. Unutma, hech kim